Hammaga assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Barchamizga kirib kelgan Qurbon hayiti bayrami muborak bo'lsin. Hammani xonadoniga tinchlik, totuvlik, fayz, baraka va xotirjamlik arimasin va bugungi vlogimizni boshlab olamiz. Vlogni Arafa kuni videoga olishni boshlagandim. Ertalab zavtrakni qilib bo'lgach, bolalarni kursiga va bog'chaga yuborib, o'zim oshxonadagi ishlarimni boshladim. Birinchi somsa tayyorladim. Somsani xamir unchalik o'zimga yoqmadi. Shoshib qildim. Shuning uchun salgina somsa xamirlari yoqmadi. Lekin baribir uyda tayyorlangan domashniy bo'ldi. Somsalarimni tayyorlab duxovkaga yuborib, undan keyin o'tgan videomda aytganimdek, ortib qolgan, yeyilmay qolgan murabbolardan endi pirog tayyorlayman deb o'sha pirogimni tayyorlamoqchiman. Ko'pchilik retseptini so'ragandi. Shuning uchun retsept bilan batafsil yozib qoldiraman opisaniyada. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: 200 gram yumshagan margarin, xona haroratidagi margarin, 2 ta yo 3 ta tuxum, 150 gram shakar. Hammasini yaxshilab bir xil massa bo'lgancha aralashtiramiz va 450 gram unni elakdan o'tkazib, unga ozgina vanilin bilan razrixlитель qo'shamiz va hammasini yumshoqqina, qo'lga yopishmaydigan xamir qilib qorib qo'yamiz. 2 bo'lakka bo'lib qo'yamiz. Birinchisini sal kattaroq, ikkinchisini salgina kichikroq qilib paketlarga solib, bittasini xolodilnikka, ikkinchisi kichkinarog'ini esa morozelnikka yuboramiz. O'zi bu pirogni retseptini juda ham ko'pchilik bilsa kerak. Juda ham eski retseptlardan biri. Oylarimiz yoshligimizda tayyorlab berishgan juda ham mazali pirog. Bilmaganlar uchun esa yangilik bo'ladi deb o'ylayman. Muzlatgichda turgan pirogni katta qismini formaga yoyib chiqamiz. Hammasini rovni qilib 1 sm qalinlikda yoyib chiqamiz va ustidan xohishimizga ko'ra jem yoki murabboni polностью solib chiqamiz va ustidan morozelnikda turgan xamirimizni yorkadan o'tkazib, xamirimizni ustini yopib olamiz va duxovkada 40-45 daqiqa davomida 180 darajali isib turgan duxovkada pishirib olamiz. Ustlari qizarib bo'lgandan keyin pirogimiz tayyor bo'ladi. Endi esa is tayyorlamoqchiman. Xamirimiz tayyor edi. Bir kun oldin tayyorlab xolodilnikka olib qo'ygandim va hozir shu islarni darrov qovurib olaman va kuxnyadagi ishlarim tugaydi va yengil uborka qilaman bugun. Uborkamga o'tib olaman. Hamma narsalarimiz tayyor bo'ldi. Mana piroklarim ham chiroyli, shunaqangi mazali va hidlari ham ajoyib bo'lib pishdi. Somsalarim va bu yerda is ham tayyor bo'ldi. Kompot ham tayyorlagan edim. Endi esa uborkaga o'taman. Uborkani birinchi kuxnyadan boshladim. Hamma pastalarimni yuvib olib, undan keyin hozir sirazi pollarni, changlarni artib olaman. Hafta davomida hamma xonalarni, kuxnya, sanuzel hamma joylarini uborka qilib chiqqandim generalni va bugun esa faqatgina changlarni artib chiqaman. Mana bu yerlardan ko'rishingiz mumkin. Ozgina o'zgartirganman. Ortiqcha narsalarni olib tashladim. O'zimga ko'proq joy qolishi uchun ovqat tayyorlashda gazlarim ham toza. Endi esa bolalarning xonasiga o'taman. O'g'illarimning ham xonasini salgina o'zgartirdik. Ularga men qilgan перестановка yoqmagan edi va shuning uchun sal boshqacharoq qildik. Перестановкani o'tgan videolarda ko'rsatgandim. Yangi pastel olgandim. Bolalarga 3 ta yangi pastelni bilib olgandim va hayitga mana nasib qilgan ekan. Hayitga chiroyli qilib pastellarni almashtirib yoyib qo'ydim. Hozir bu xonani yig'ishtirib tozalab chiqqanimdan keyin qizimning xonasiga o'taman. Qizimning ham xonasini ozgina o'zgartirdik. Xullas, o'zi hamma xonalarni перестановка qilib chiqqanman. Buning uchun albatta farzandlarimga rahmat. Menga yaxshigina yordam berishdi, chunki menga ko'p og'ir ko'tarish mumkin emas. Bolalar o'zlari menga hamma narsalarni ko'tarib, tushirib,
tozalashga yordam berishdi. Mana qizimning xonasi. Uni ham ko'rishlaringiz mumkin, salgina boshqacharoq bo'ldi. Endi faqatgina shu bittagina shifonyer bilan va parta olishimiz kerak. Kelasi yil sentyabrda, 2026-yil sentyabrda qizim maktabga chiqadi va o'shangacha bitta shifonyer bilan bitta parta olishimiz kerak dars tayyorlashi uchun va xonasidan hamma ortiqcha narsalarni olib chiqamiz. Xalaqit bermasdan bemalol dars qilishiga qulay bo'lishi uchun. Qizimning ham xonasiga mana yangi pastelini to'shab chiroyli qilib qo'ydim. Zalni ham tozalab qo'ygandim, lekin u yerga joy qilmaymiz, chunki mehmon kutmaymiz bu yil hayitga. Spalniga esa robot pылесосni qo'yganman, tozalayapti va o'g'illarim darvozaxonani tozalashyapti. Hayitdan oldin o'zimga chiroyli kiyimlar olish uchun magazinga bormoqchi edim. Shuning uchun tezgina bugun hamma ishlarimni qilib oldim va shahrimizdan ozgina tashqariroqda bitta atelyega keldim. Tayyor kiyimlar sotiladigan magazin ekan, milliy kiyimlar. O'zimga yoqqan bir ikkita kiyimlarni oldim. Narxlari juda ham yaxshi va arzon edi. Shuning uchun bitta olaman deb ikkita borib oldim. Birinchisi mana shunaqangi dvoyka, viskos materialdan, yumshoqgina, yengilgina va keng, chunki hozir hamma kiyimlarim menga tor bo'lib qolgan. Yozgi kiyimlarim narxi 250 ming ekan, juda ham chiroyli. Va ikkinchisi mana bunaqangi ko'ylak bilan lozima. Ko'pchilik podpisчиклар menga yozishadi, uyda ko'ylak ishton kiyib, keyin ishlaringizni qiling deb. Endi mana shunaqa kiyimlarda ham ko'rasizlar, xudo xohlasa. Buni ham narxi 250 ming ekan. Xullas, hamma ishlarimni qilib bo'lib, ertalab vaqti turib uydagilarni namozga yubordim va o'zim chiroyligina, oddiygina dasturxon tuzab, undan keyin mehmondorchilikka bordik. Bizda Buxoroda har yili Ipak ziravorlar festivali bo'lib o'tadi va bu yil hayitga to'g'ri keldi. Festivalni o'tkazilishi va u yerga ham borib o'zimizga chiroyli narsalar xarid qildik. Festivaldan ko'p narsa olganim yo'q, chunki havo juda ham issiq edi. Abu Bakrning oldiga tezroq borishim kerak edi. Shuning uchun ko'p narsa olganim yo'q. Aslida Shahrizodaga shunaqangi sirg'a olmoqchi edim. Anchadan buyon olaman deb yurgandim, chunki qulog'idagi tilla sirg'achasi doim ham zamoqqa o'chilib qolyapti. Sust bo'lib qolgan va shunaqangi kumush sirg'acha oldim. 90 mingga, grammi 35 mingdan hisoblab berishdi bizga. Shohruxga, Alisherga oq futbolka oldim. O'zbekistonning kartasi tushirilgan, chista HB materiali 25 mingdan oldik bularni. Shohruxga esa dopini printi tushirilgan qora rangidan oldim. Qora rangni yaxshi ko'radi Shohrux. Shahrizodaga yana bitta shunaqangi abayacha oldik. Materiali yumshoqgina, yupqagina. Xudo xohlasa sentyabrda kiyadi. Mana rezinkachalari ham akkuratni tikilgan. Buni narxi 60 ming dvoykachasini va xudo xohlasa iyul oyida Samarqandga boramiz to'yga. Ammam kelin tushiryaptilar va kelin uchun shunaqangi material oldim. Narxini aytib o'tmayman. Chiroyli, o'zimga yoqdi. Ipak bilan ishlangan ekan. Bundan ham oldim. 8 metr, juda ham chiroyli, o'zimga yoqdi. Hayitning oxirgi kunida bolalarni aylantirishga olib chiqqandik. Bolalar o'ynab, maza qilishdi, xursand bo'lishdi. Undan keyin hammamiz oilaviy ujinga bordik. Ovqatlanib yaxshi kayfiyatda uyga qaytdik. Videom sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Videomizni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.